Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körürmenler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşünlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli körürmenlerimiz bugün 2022 yılı 27. noyabr yakşembe. Her yakşembe günü huzuruladı bir hafta jarayanda bulup ötken en muhim haberlerini kısa analiz qan şekilde sunup kilovatımız aldı bilen bu hafta jarayanda elbette bütün dünyadaki halkımızı Şarkı Türkistan'daki halkımız elbette bu facialik 24. noyabr yüz bergen Ürümçideki bu vahşi köydürüp öldürüş Xitayning cinayetinden ibaret. Bu halkımızın puçulgan bolsa vatanda vatan sirtidagi halkımızны mı çunqur qaygı qusagан yüreklerimizni puçulgan bir vaqa bir cinayet sadır bolgan bir hafta oldu. Elbette bunun tafsilatını haberimizin devamında tafsili halatda berimiz. Bu hafta jarayanda bulup ötken en muhim haberlerge köz yugurtup öteyli. Birinci haberimiz Xitayning besimi Tayvanning mablag' selish yönelişini özgertdi mavzuluk. Haberimiz oldu kadarlı görürmenlerimiz. Elbette bu türdeki haberlerini biz her haftada çıkıp duratudum şuna okşaydıgan haberler. Çünkü Xitayninki şu bulup mu pen texniki sahasida qılıvatqan oğurluqı, yolsuzluqı, Xitayning içideki nurgun muhim şirketlerge qılıvatqan besimleri tüpeyli bunun okşaydıgan haberler nayeti köp çıkıp atıdı, hali uzundan biyan. Şunun cümlesinden boğan bir haberdi, CNN Türk'nün haberde berildi bu. Almi ve Qualcomm qatarlıq dağlıq markalarının özek texnikisinin 90%'ni ilgileydiğen şirket, yakında küçüyotgan Xitay-Tayvan ciddiçilikinin təsiri uçurgan dekin mablag' selish yönelişini bütünlay ta'tür yönelişke özgertken. Tayvan yerim ötküzgüç işlep çıkarış şirketi boğan dünyadaki en muhim şirketlerinin biri boğan TSMC özünün aldın Qatardaki texnikisini Arizona'ga, Amerika'nın Arizona ştatıga yotkaydiganligini e'lon qildi. İsanadı bolsa bu biz bir qancha ay burun şu şirketning reisi Xitayninki besimi sebepli qani kim yengdi deb Xi Jinping qarta bir gap qilgan şu vaqtida. Qani kim yengdi, kim taksis saldı qanda deb. Çünkü bu özekler Xitay üçün intayin muhim bolganligi üçün yaqin aylarda Beyjingning harbiy besimiga duch kelgan Tayvandagi Alma ve Qualcomm qatorliq texnik katta başlarını özek bilen temellaydigan Giganet şirketinin qurg'uvchisi Morris Chang bu planni Taybida ötküzülgen muxbirlarni kütüp elish yig'inida e'lon qilib yo'tkaydiganligini bildirdi. Dünyadaki dereceden tashqari ilg'or kompüter özeklerinin taxminan 90%'ini ishlab chiqaradigan bu şirket, yani TSMC şirketi, bu Morris Chang deydi ki, Xitay mushu bizning bu şirketimizga hasad qilyotidi. Şirketning Arizona ştatida eng ilg'or texnika bo'lgan 3 nanometrlik özek ishlab chiqaradiganligini bayon qildi. Biz yo'tkab bundan keyin bu şekilde qilamiz deb. Chang Asiya Tinch okean iqtisodiy hamkorlik rahbarlari yig'inda bu yerim ötküzgüç kasbining yerim ötküzgüç meselesida Amerika muavin prezidenti Kamala Harris bilan ko'rishganligini, Kamala Harris ve Xitay prezidenti Xi Jinping bilan bir yerda ko'rishib, Harris'ning bu fikirge, yani Amerikaga yo'tkash meselesiga ait qizg'in qarag'anligi, qarshi oldiganligini bildirganligini so'ziga ilova qildi. O so'z yana Amerikada o'zak ishlab chiqarish meselesi tannarxi Tayvanga nisbatan Tayvanga selishtirganda albatta en az deganda 55% yuqori bo'lganligini, aniq bildiganligini moliya iqtisodiy jihatdan. Ama biz yo'tkamoqchi bo'lgan o'zak ishlab chiqarish jarayoni Amerikadaki her qandaq şirket içideki en ilg'orligi bo'ladi ve bu Amerika üçün intayin muhim degan so'zni ishlatdi ve mo'ljallanishcha 2024 yildan boshlab rasmiy ishlab chiqarildi ekan. Xo'sh, yana bir xabarimizga o'taylik. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi jiddiychilik kuchaydi mavzuliq xabarimiz bo'ldi. Bu mu devamlı holatda her haftadagidek mayli kundalik xabarlarimiz bo'lsin, kundalik anlab kelyapsizlar. Elbette jiddiychilikning kuchayishini dünyada bütün dünya bulup Şarkı Türkistan xalqi bunun o'xshash Xitoyga o'xshash tajovuzchilarningki vayron bo'lishi uchun arzu qildigan bir masala. Devamlı holatda shunga o'xshaydigan cho'ng davlatlarningki bulup Xitoyning jinoyatini
tunib o'tgan davlatlarninki Xitoyning asli yomon niyatini tunib yetganligi uchun har xil qarshi tadbirlarni elayotdi. Bu shu Xitoyning Amerikani andishiga solgan bir hareketi deb axborotlar berildi. Chunki Xi Jinping Biden uchrashishdan keyin hammamizga ma'lum, shu Indoneziyaning G20 davlatlar yig'inida, Indoneziyaning Balida o'tkazilgan Xi Jinping Xitoy uchrashishidan keyin o'tirg'a chiqqan bir xabar bu. U bo'lsa-mu Xitoy igdorchiligidagi 6 suvosti paraxotiga Xitoy o'zining yangi boshqarilgan bombasini o'rlashtirgan bo'lib, Washington bilan Beijing o'rtasidagi jiddiychilikning tuyuqsiz o'rilishiga sabab bo'ldi bu. Bildirilishicha, boshqarilgan bomba bu qatim o'rnatgan Amerikaga yetib keladi ekan. Telegraf gazetasining xabariga asoslanganda Beijingdagi 6 yadro energiyalik suvosti paraxotining hammasiga JL-3 boshqarilgan bomba o'rnatilgan bo'lib, musofasi 12500 kilometr. Musofalik. Chunki ilgari oldingi nusxadagi JL-2 nusxasi bo'lsa 7,2 kilometr bo'lib, agar Xitoy dengiz tavalligidan Alyaskaning qisman joylariga bora oladigan o'z vaqtidagi burunqisida va JL-2 boshqarilgan bombaning Amerikaga tahdid solish uchun boshqarilgan bombani to'shigan suvosti paraxoti havoga yaqin dengizga yetib kelishi kerak edi. Ammo bu JL-3 bo'lsa, Xitoyning Amerika tuprog'iga zarb berish iqtidorini ko'rinarli oshirgan. Shuning uchun bu yerdagi shu Xitoyning yangi harakatini Amerika bu o'rinlashtirgan bu masalasini Amerika Tinch okean flotining qo'mondoni admiral Sam Paparo e'lon qildi va bu boshqarilgan bomba Amerikaga tahdid solish uchun qo'yilgan degan so'zni ishlatdi. Va muxbirlarningki uningdan suvosti paraxotning birarisining Havay dengiz qirg'idan yo'lga chiqqan-chiqmaganligi to'g'risidagi savollarga javob bermadi. Shundaqla Amerika strategik qo'mondonlik organining boshlig'i Charles Richard Kengash palatasini o'tgan yil martda shu JL-3 to'g'risida ogohlantirgan ekan va ogohlantirgandan keyin 5 burchakli bino kam deganda 1 yildan buyon bu yangi boshqarilgan bomba uchun tayyorlik qilayotganligini ham axborotlarda berilgan bir masala oldu bu. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelaydi. Qatardagi mashhur futbol maydonini salgan shirkatning Sharq Turkistonda lager yasaganligi oshkorlandi mavzuli xabarimiz. Albatta qadrli ko'ruvchilarimiz, bu hafta ichidagi muhim xabarlarning biri bu. Chunki dunyoda shu Qatarda o'tkazilgan futbol lo'nqisini talish bu musobaqasi nihoyatda jiddiy kun tartibga keldi har xil tillardagi davlatlardagi axborotlarda. Ammo Uyg'urlarni afsuslantirgan bir masala o'tirg'i chiqdi hamda. Nihoyatda jiddiy bir masala bu, chunki shu musobaqada hal qilg'uchi musobaqa o'ynaldigan. Chunki o'nligan 10 yildan 12 yildan buyon Qatar buning uchun tayyorlik qilyapti bu musobaqa uchun. Va shu hal qilg'uchi musobaqa o'ynaldigan eng muhim futbol maydonidan biri bo'lgan shu Lusail futbol maydonini Xitoy, ya'ni vatanimiz Sharq Turkistonda atalmış tarbiyalash markazi nomidagi jazo lageri selishga maxsus yordam qilgan shirkatning bu futbol maydonini sog'anligi o'tirg'i chiqqandan keyin bu jiddiy g'ulg'ul paydo qilgan bir masala bo'ldi hamda. Dohadagi hal qiluvchi musobaqa o'ynaladigan bu Lusail futbol maydonini qurgan shirkat Xitoy temir yo'l qurilish shirkati bo'lib, uning Sharq Turkistondagi atalmış tarbiyalash markazi yuqorida deganimdek asosli rol o'ynag'ich bir shirkat ekanligi oshkorlangan. Times gazetasining xabarida Qatar 2022-yillik Dunyo lo'nqisi hal qiluvchi musobaqasining maydonini qurishni o'ddiga olgan shirkatning bosh rol ekanligi bu jazo lageri qurishda. Mazkur shirkat ilgari atalmış Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish diviziyasi, ya'ni Bingtuan deb atab kelayotgan bu Xitoyning bu organi uchun xizmat qilganligi, diviziya bo'lsa Xitoyning hukumat organi bo'lib, Xitoy armiyasi bilan bevosita aloqasi bor bu organ Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsirlandichiligiga keng ko'lamda hassa qo'shgan bir organ bu deb bu so'zlar hujjatlar tilga olingan. Dohadagi bu futbol maydoni bo'lsa 80 ming tomoshabinni bir vaqtda sig'dira oladigan shunday cho'ng bir maydon bo'lib 18 dekabr hal qiluvchi musobaqa bu yerda o'ynalmoqchi. Hamda shu hattoki biz bu shu yuqoridagi shirkat Xitoy temir yo'l qurilish shirkati. Bu hammamizga ma'lum Sharq Turkistondagi shu jinoyatlar sababli, lager masalasi sababli
Amerika'nın ceza tizimindeki kirgizilgen şirketlerinin biri. Şinjan işlep çıkarış ve kuruluş etreti şundaqla Amerika'nın cezasından keyin Avrupa İttifaqının cezalaş tizimindeki kirgizilgen bir şirket. Endi Xitoy bolsa hozirgacha bu masalada hech qanday bir bayonot e'lon qilmay o'zining jinoyatini e'tirof qilmay turib olgan bir paytda mushu mezgilda Qatarga 2 mushkayıq so'q qilib davomli holatda bu hiylagar siyosati bu bizningki Qatar bilan Arab dünyası Qatar bilan Xitoyning do'stligining simvoli deb hattoki mushu Qatar'daki baş elçisi Zhou Jian Twitter'da sinamberlab Xitoy Qatar munosabatini maqtab bu cho'nqur do'stligimizning bir simvol degan shaklda uchur yo'llagan. Shundaqla baş elchi mushu qatimqi futbol musobaqasida Xitoyning qo'shgan to'kpisini alayida gavdlantirib ko'ranglab Xitoy ilmiyatları intayin gavdilik bu qatimqi dunyo lo'nqisi futbol musobaqasida ul aslahadan telegrafgacha 1500 yeni energiya avtobusidan quyosh elektr stansiyasigacha musobaqa ta'minotidan xotir buyumlargacha Xitoyda ishlangan. Buni Qatarning hamma yerida uchrat qilib bo'ldi deb ko'rangdi Xitoy. O'ylab boqayli. Va London uchur mulozimati shirkatimi bu Qatardagi mushu futbol musobaqasi haqida bayonot e'lon qilib, mushu Qatarning 12 yildan buyon 200 milliard dollardan ortiq pul xarjlaganligi, ammo dunyodagi har qanday shirkatdan bakrak Xitoy shirkatining eng ko'p bununla meblag sağallığı bütün musabaqanın resmi aqli telefoni, musabaqanın dünya miqyasida tarqitish huquqi, hatta bayraqcha resmi tovar hamma narsasi Xitoyning qo'lida ekanligini bildirgan. Afsuslanarli ish. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelayli. Alma şirketining Xitoydagi ta'minlovchi zavodida shiddatlik namoyish portalida mavzuli xabarimiz. Albatta bu hafta jarayonida eng ko'p hem beherlengen ictimai uçur vasıtlarında haberden biri. Bloomberg'ninki xabarda berildi bu xabar. Alma şirketining Xitoydagi asosliq iPhone ishlab chiqarish zavodlarida yuzlagan xizmatchilar bir qancha hafta burun hammanglarga ma'lum. Bular butunlay kasal chiqdi deb bularni shu zavodning yendiki binolarga karantin bahonasida so'ligan tamdi. Bular Xitoyning bu besimiga chidamay butunlay qanday qilsa chorshanba kuni atiganda özleri ayırıp küzlüş için qamalgan binadan ayrılganlığı ve bexatarlik qismlar bilan urushganligidan ibarat bu xildagi ko'rinishlarni aytib ko'plab tarqaldi hamdi. Tamashada bir top oq kiyim kiyib olgan bu namoyishchilar ishchilarni qattiq urayotgan tep urayotgan ko'rinishlar va bu ko'rinishlarda butunlay bu oq kiyim kiyib olganlarning yuqum muda qo'g'dug'icha yuqum xodimlari emas balki Xitoyning saqchilar ekanligini Xitoylar aşağı vaqirishib qildi hamdi. Saqchilar adam urvatı degan shaklda nurg'un ovozlar bor bu videoni kamlar kim ko'rgan bo'lishi mumkin. Va butunlay namoyishchilar qat'iy bu ishchilar mana mush ko'rinish shu. Butunlay oq kiyimliklar va kishilar urvatgan tepayotgan ko'rinishda. Saqchi odam ur deydi mishada. Va bu ishchilar qat'iy bo'ysunmay butunlay saqchilarni urib saqchi mashinlarga saqchi mashinalarini chalmay kesak qilib degandek noroziligini bildirib hatta şunu butunlay Xitoyning bu atalmış virus sebebinden karantin qilishlarga ishonmaydiganligi faqat senlar bizlarni o'limga yo'llayapsan deb norozilik bildirgan ovozlarni anglangan ko'rinishlar bor. Demak, bu shaklda va boshqa shaharlardagi namoyishlarni bu noroziliklarni hayli beramiz. Aqsdagi bir xabar, yana bir xabarga o'taylik. Xitoyda shaharlar bir-birlab qamal qilinishga boshladi mavzuli xabarimiz. Albatta qadrli ko'rmanlarimiz butun dunyoga mushu virus tarqalgandan boshlab amaliyotda Xitoyni ko'ranglar desak bo'ldi shu vaqtlarda butun dunyoda insonlar har kuni xuddi daraxtdan meyveler tökülüp ketgandek o'layotgan kunda minglagan yüzlügen insanlar ölüvatkan vaxtıda Xitayda 1, 2, 3, 4 deb san albatta yalgan buluş ihtimalini aydı üçün. Aşındaq buluvatkan ve bugün dünyada nurgun işler asliga kelip emmeyada maske deyilgan nasim qalmagan bir paytda Xitayda tuyuqsiz bunun örülüşü, arka-arkadan şehirlerin takılışı meselesi ciddi bir sual hatta ki axbaratladı mı? Nimişqi Xitayda ahırlaşmaydıqalı toğrusu sual payda qıldı. Şunda qattiq kontrol qilib bir adam chiqib o'g'ishi bir rayondan hammasini taqavatgan bir Xitoyninki bundaq qish faslining kelishi bilan boshlanib ketganligi bu
başqa niyatlar bormi degandekmi har xil savollar paydo qilyotdim. Lekin albatta biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan Allah subhanahu va taolo har shaklda bu jinoyatchilarni qilayotgan bu vahshiyligini balki bu shaklda jazolashni iroda qilgan bo'lishi mumkin. Albatta buning keyindagi nurg'un ishlarni bilmaymiz. Qolgan albatta zaman vaqt uni oshkorlaydi. Mushu ayning 2 haftasi Beijing'de paydo bo'lgan yuqum ahvoli doiralarining tadbir qo'llanishiga turtki bo'lib, shaharning nurg'un rayonlarida qattiq karantin qilish orqali qamal qilingan rayonlardagi yuqum ahvolining yamrab ketmasligiga kafolatlik qilish masalasi nihoyatda ching tutilgan Xitoyda. Nurg'un zavod korxona mustaqil ko'chalar jimjit bo'lib ketganligi. Yakshanba kuni butun Xitoy miqyosida 26824 yangi yuqumlanuvchi borligini Xitoy e'lon qildi va Beijing'da hafta oxirida 3 odamning yuqumdan o'lganligini bildirgan shaharning Xaydian rayonida 100 turan darsining amaldan qoldirilganligi ham e'lon qilindi va Jingzhou shahrida bir haftalik cheklash yo'li qo'yilgandan keyin cho'ng ishlab chiqarish zavodlari joylashgan shaharda butunlay ishlab chiqarish liniyasi chet ellarga yo'llangan. Buning hammasi to'xtatilganligi. Guangzhouda bo'lsa, Guangzhouning Baiyun rayonida 5 kunlik karantin qilish qarori chiqarilganligi. 3 milyon 700 ming nüfusu var Guangzhou'daki bu en nüfus köp bo'lgan bu Baiyun rayonu. Düşenbe günü Ünlüdar'da e'lon qilgan bayonotida maktablarni taqash, ommaviy qatnash mulozimati buni hammasini to'xtatish, aholilarni uyda buyruq saqlashga buyurganligi, buning yo'l yo'riq berganligi bildirildi hamdi. Demak, bu shaklda shundaqla Xitoyninki suvani bo'lgan yer shari vaqt kezdimi, bütün bu vaziyatning o'zining kontrolligi ostida ekanligini ve şu yakında Beijing, Şanghay, Hangzhou, Tianjin qatorliq rayonlarda mecburi tekshirish vaksina emlashning qayta boshlanganligini e'lon qilgan. Bu shaklda davom qilyotdi. İnşallah o'zlari dunyoga yaygan bu nijis kasal bilan o'zlari bo'g'ila deb umid qilamiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelaylik. Sharq Turkiston xalqining do'sti Malayziya bosh ministri bo'ldi. Mavzuli xabarimiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, Anvar Ibrahim. Biz yillardan buyon nurg'un bu kishining qilgan xizmatlari xalqimiz uchun qo'ldan kelgancha nurg'un Malayziyadagi masalalarimiz, da'volarimizni u yerda ilgari surilishi bo'lsin va boshqa qo'ldan kelgan u yerdagi ijtimoiy tashkilotlar orqali nurg'un yordam qilgan bir shaxs, islom dunyosida tanilgan bir shaxs. Shu 24 noyabr Malayziya podshohi rasmiy buni yeni hükümet, keyingi hükümetning baş ministri qilib tayinlaganligini Malayziya podshohlik sariyi e'lon qildi. Albatta Uyg'urlarni xo'shallantirgan bir xabar. Va shundaqla Malayziya podshohi Sultan Abdullah Shah 15-ci umumiy saylamdan keyin, chunki boshqa partiyalar bilan kirgan saylamda eng ko'p parlamentda o'rindiq millat vakillari soniga ega bo'lgan partiyanın rəhbəri, yani Ümit İttifaqının rəhbəri Anvar İbrahim'e bu hukukunu verip resmi qasam veriş murasimi şu sarayda padişahın aldıda qasam verip vazifesini tapşırıb 10. növbətlik Malayziyanın 10. növbətlik baş ministri oldu. Elbette Anvar İbrahim Şərq Türkistan meselesinde davasını yaqından qo'llashi, her türlü usullarda kuch chiqarish bilan tanilgan muhim shaxslardan biri. Bu münasebet bilen Türkiye'de faaliyet kılan Xalqaro Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliği şu günlam 24 noyabr tebrik xeti əvətib şu tebrik xetide Təşkilatlar Birliği'nin Anvar İbrahim'ni təbrikləydiğanlığı, birlikning Malayziya xalqı bilan quyuq münasebet o'rnatib kelganligi her daim Təşkilatlar Birliği'nin Xitoyning Sharq Janubiy Osiyo rayoni qaratgan kengaymichiligiga qarshi turish, islomiy qimmat qarashlarini qo'g'dab qilish qatorliq masalalarda Malayziya bilan o'rtaq maydonga ega ekanligi, Turkiya xalqlar bilan Malayziya ni o'z ichiga olgan musulmon davlatlarning baxt, saodati va taraqqiyotida o'rtaq manfaat borligi qayd qilib o'tildi. Anvar İbrahim efendim bo'lsa, hammalarga ma'lum bu ilgirmi shu masalanga hozir 75 yoshdagi ministr hamda Malayziyanın muavin baş ministri bo'lgan o'z vaqtida Maliya ministri, Milliy ma'rif ministri, Malayziya yoshlar va tantarbiya ministri, ikki qatim Malayziyadagi o'qituvchi partiyaning lideri degandek nurg'un tajribali bir siyosatchi. Va hozirmi shu
Malayziyadaki abim GPM qatarlıq nəhayət küçlük ictimai təşkilatlarınki rəhbərlərdən biri olub Enver İbrahim efendim. Bu Şərq Türkistan xalqı bilan bizlər bilan Türkiyədə nəhayət yaxından həmkarlaşıb nurgun məsələlərini hazırgacha qılıb kelyatqan təşkilatlarının biri. Əlbəttə xidmətiga utuq diləyimiz və bundan keyinki Şərq Türkistan davası üçün texmi xeyirlik qədəmlərinin etilişi işimiz əlbəttə. Xoş, yeni bir xəbərimiz gələylə. Amerika muavin prezidenti rayondakı dövlətlərini igilik hüququnu qoğdaşqa çağırdı mavzuluq xəbərimiz oldu. Qadirli görmələrimiz Kamala Harris bu məsələni şu Cənubi Dengizdəki dövlətlərini özünün igilik hüququnu qoğdaşqa çağırdı. Amerika'nın muavin prezidenti Kamala Harris 22 noyabr Xitayning xirisiga duch kelgan Cənubi Dengizdəki devletlerinin zemin bütünlüğü ve yol yürüyüş erkinliğini qoğdaşqa çağırgan Amerika avazı verilgan haber. Haberde Harris bu sözünü Filippin deniz qırığı muhafizatçılar ətrafından çarlıqçı paraxotuda sözlegen bulup Xitayni tilgə almagan bolsunmu bu sözü de. Ama o Amerika'nın Cənubi denizde qorxutuş ve mecburlaşqa duch kelgan şartname ittifaqdaşı Filippinni qo'llaydiganligini ta'kidlagan bo'lib, uning bu so'zi bevosita Xitoyga qartilgan bir so'z deb analiz qilindi mutaxassislar tarafidan. Va talash tortishliq masala o so'z bu yerda so'zlagan so'zida Xitoy o'tirisidagi shu Xitoy va rayondagi davomli hammamizga ma'lum. Butun davlatlarga chat kirib bu yerda mening davoldigan ushuqliqqa bog'lamdi. Buni asla qabul qilmaydiganligi çoxum bu yerdeki yol yürüyüş erkinliği meselesi olsun, her devletin özünün hukuku meselesi olsun, bunların çoxum qoğduluşu gereklikini Amerika davamlıq təkidləb kelyotdu bunu. Asla bir tərəflik qədəminin etilişi bu rayonda yol qoymaydiganlığını bildirib kelyotdu. Xoş, yeni bir xəbərimiz gələyli. Xitay aqullarının Şərq Türkistandan qaçışı davamlaşmaqda mavzuluq xəbərimiz. Bu Xitayning ictimai fikir vasitələrində şu yerden tarqılıb dünyaya pür ketken bir görünüşle. Atalmış yuqum meselesi hemmimizge ma'lum. Xalqimizni hazır 4 ayğı yıqılışıp qaldı vətəndən Ürümçi, Gulca ve başka nurgun şəhərlərdə arqı-marqı çıxıb atqan. Bu nurgun isil şəraitlər bilan Xitayninki təklif qılışı, öyürmən, balağınlıqlı o bidəb. O yallab kəlgən aquldur əmdi. Alahide şəraitlər, alahide qolaylıqlar yaratıb berib Xitay. Əkəgən aqullar. Muşulağımı həmmin əsli. Xalqımız tatqan azabının, bu uqubətinin %1'ini tatmaydı bu xalqı. Ama şunda olsun mu, vətəndə bilgən icra qılıb atqan bu qamal qılış siyaseti, siyasetiga bulat işidimay, tərəf-tərəfdən qıcıb atqan görünüşləri ötken həftə mi bədiq. Bu həftə mi yana arqa-marqa çıxıb atıdı bu şəkildə. Xitay həttəki şu xəbərdə bütünləy, şu qar yığıb ketken bolsun mu, Xitay poyuz vokzali, avtobus bekatlar orqali yurtlarga ketishga aldırgan bolsun mu, bu qatnaşni çekliganlik sebepli Xitaylar ketmesin deb Xitay. Bu şekilde tosqan bolsun mu, piyade yol yürüp naminəgəcə ta şu arı yultuz bizim vətənimiz Şərq Türkistan bilan Xitaylar şiň şişad edim. Şu yerge bağıçı piyade meňip atqanlygy Xitaylarnınki çıkıp keteyim müşahidin deb. Bu görünüşle çıkıp atdı. Elbette Şərq Türkistan xalqı qarşı aldı. Hiç kemməslikə sun elbette. Hoş. Yeni bir xəbərimiz gələyli. Xitay komünistləri Uyğurlarını davamlıq nazaret qilishqa səfərbər. Xitay komünistləri Uyğurlarını davamlıq nazaret qilishqa səfərbər qılındı. Oylab baxaylı qadirli görünmələrimiz. Bu necislər yani nimi deb tillisaq, nimi deb ağzımızdan gep çıqarsaq arziydigan dərəcədə əmdi. Şunçu vala bugünkü gündə ictimai fikir vasitədə görüyatımız. Bu kadar vəhşilik, hele Ürümçi meselesini tilgə alımız. Muşunçilik bir şəraitdə öydən çıxamay, muşu aç qoyub öldürüb, kesel qılıb öldürüb, şunçilik paskiniyalarga solab qılıb atqan bu cinayetlər yetməy, həmmizge ma'lum bo'lgan atalmış qo'shmaq tuqqan siyasetini muşu mezgildə tilgə alıb oylab baxaylı. Yani bu necisliğini qaytıdan çığıtıp qaytıdan əp kelişimiz gerekti. Bu xəbər şu Uyğur Abdülmüraylık atalmış Uyğur Abdülmüraylık Medeniyet ve Seyahat Nazareti
medeniyet muzey toriyığını açıp atalmışmış el rayını biliş, elgine yetküzüş, eline mail kılış, mütevamlı Xitay özününki bütün komünist galçılarını, adamlarını bütün yezi Şarkı Türkistan'ın hem yerine evetip, uyada şu halkı özünün zehrini, tengip zehrini çeçip, bütün üyü kirvelip, bu başlanıp, bu kaçıncı yıl başlandı mı şu 2014 yıl başlandı o bu sepsetide el rayı kılış, el rayını biliş, elgine yetküzüş, nime degen tetiksiz gaplar bu oylap bakaylı. Muşundan bilen halkımızga qanchalik azapladı halkımız. Nurgun şahitlerimiz bevosita baştan keçirgen bunu. Chet elge chiqqanda ekan nurgun guvohliklarni berdi. Her ailedeki bütün can sani qancha bo'lsa shuningga Xitoyni tuqqan qilib qo'yib majburiy holatda qilgan iflosliklari, inson tilga og'usiz nejisliklarining hammasi. Buni hozir mushni texmbek ching tutishimiz kerak bo'ldi. Deydi-ku 23 noyabrda o'tkazilgan shu uchurda Madaniyat va sayohat ministrligininki. Mushadi gap qilgan muavin nazir Shurujun degan Xitoy mush qatim Beijingda ishlagan 20 minutlik qurultayninki ruhini qattiq o'rganib aniq qilishimiz quruq gaplarimiz. Mush yezi kenetlarga xizmatchi avatib, mushu tadbirni yo'l qo'yib, muqimlikni saqlab, u bu shu xalqni butunlay qaytadan buni yo'l qo'yishimiz kerak deb o'tilamdi. Ya'ni buningki kelayotgan bu sesiq puroq oldimizda qandaq albatta Rabbim yetkizmasin bu tajovuzchilarning, bu ishg'olchilarning bu yomon niyatiga yetkizmasin deyli. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelayli. Urumchidagi o't afati necha o'nlagan Uyg'urning jeniga zamin bo'ldi mavzuli xabarimiz. Shuni ko'rayli. Belki kömügen halkımız qamagan bo'lsa kerak chet elda. Hammamizni yuragini puchulgan, ko'zlarimizni yosh oqizgan shu noli faryod kichik bolalarning, ayollarning chiyqirashlariga pisand qilmasdan vahshiylarcha 24 noyabr qarab boqayli. Yani o't o'chirish rayoniga biya bilan 5-6 minutda kep bulduğun şunçilik yaqin yerda bo'lsa-mu, ama 3 saatgacha shu yerdagi ijtimoiy uchrashuvlar tarqalayotgan kishilarning so'zidan 3 saatgacha kelmagan o't o'chirish xodimlari. Kepmi ko'ryapmiz qo'yni. Kep bo'lgandan keyinmi suv nemasi yetmagan ko'rinishlar va bu chiyqirashlar, bu nomussizlar bütün binoni ham butunlay kapsharlab etgan. Ishkini ham simlar bilan kapsharlab simlar bilan etayotgan. Shunchalik chiyqirab ketadigan bu yerda ko'rinishlarda. Ishni echib o'tinglar deb. Bu hech qaysi quloqsamda, hatto ba'zi nimalarda numus qilmasdan lunguni yo'l qilib, ishning ostlarini uyabiyan etib, shuni bilan saqlab turinglar. Qarab turib, mishada Xitoy o'zi e'lon qildi 10 odam o'ldi deb numussizlarcha. Ammo hatto o'zining sharq xalqimiz emas, ijtimoiy uchur vositalar ekanmiz. Shu yerdan chiqayotgan ma'lumotlar buning hammasi. Xalqimizda emas, Xitoyning o'zlarini tillab, Xitoy rejimini aşağıdaki numussizlarni. Bu qanda bu sen xalqni sarang chaqlamsan deb shunchalik qattiq gap qilgan Xitoylar hayotda. Qandaqsiga 19 odam yaralanib u deb qilsa. Bu numusliqmish 15-qavatdan 21-qavatgacha mushundaq vahshiy kuyib vayron bo'lib ketishgan. Bichora narsidi balla. Bir aileninki aşkarı bu atıdığamdı kimlerinin kuyup öylep ketkenleki bunun içinde. Aşı derecede içinişlik bütün yürükümüzü, bütün dünyanı hatta muşu görünüşten ki bütün ürümçede mi? Ayet İslam şu gün geçti mesela ayetisi. Halkların tökülüp ketkenlik muş haberini ah İslam çıkıyordu. Muşu derecede öylep bakaylı. Qarab durup, bu herkes ota bitemez. Qarab durup, öldürülüp, köydürüp, öldürüş cinayeti Xitoyning bu qasdallik bilan. Çünkü çıkışıga yol koymadı başlangan hemen. Şunda bir cinayet sadir bo'ldi. Albatta bunun hesabı chuqum so'rildi qadrlik ko'rmalarimiz. Oxirdagi xabarga o'tayli. Yana bir xabarimiz oxirdagi bundan munosabatli xabar oldu. Hey, Urumchidagi köydürüp öldürüş cinayetidan keyin xalq ko'chalarga to'kildi. Bu vahshiylikka chidamagan Urumchi xalqi
Onun içinde Uygur mu var, Xitay mı var? İctimai fikir vasıtada hemmimiz görgen buluşumuz gerek. Tökülüp çıkıp adam. Xitay'nın şu atalmış yuqum müdafiaçıları, qoğduqçılarının ki çekilişi. Hatta binadan düşüp atkan vaxtında mən ağ kiyim kiyip alğan numusuzlar. Ularning nurgullarga saqchikan amaliyotda hem yuqum müdafiaçıları, pidaileri atalmış sözde hem saqchilar şu kiyimni kiyip o aşağıdaki düşüşümüz, binadan düşüşümüzde atkan xalqlarni urup desep, urup atkan körünüşler çıqağılı koymay. Lekin bütünlay xalqma bütünlay qarşı çıkıp bununla urup çıkıp degendek koçularga tökülüp bütün Ürümçinin koçuları Adem denizge aylangan bir gün boldu desek buldu. 25. noyabr günü. Keçiçe nayeti ciddi köpligen körünüşler koçuğa çıkıp bütünlay kuvvet bu yuqum, bekar qıl bu yuqum meselesine. Bekar qilish, qul bulishni xohlamsan chiqishadi deb degan nurg'un so'zlar bor. Uyg'urmi bor, yuqori degandek Xitoymi bor orasida hammasi chiqib noroziligini bildirib bu şekilde bildirdi. Lekin afsuski Xitoyninki bütün işleri hamma saqchilarni bütün atrofga xalqdan jiqroq saqchi mashinalari u buni yig'ib atganligi, u ko'rinishlarni ko'rgan bo'ldik. Shundaqla atisilam butunlay bir gün keyin 26. noyabr bo'lsa, kecha bo'lgan bu Adem dengizga aylanib ketgan yerda hech qanday asar qolmaganligi, Ürümçi ko'chlarining butunlay qurolli saqchilarniki, qurolli saqchi qismlarining avtomobillar bilan to'shib ketganligidan iborat ko'rinishlarmi ijtimoiy fikr vositalariga, Xitoyning ijtimoiy fikr vositalariga ko'plab chiqdi hamdi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelayli. İstanbul'daki Uygurlar Ürümçi'de öldürülgen kırındaşları için gazap nefretini bildirdiği mavzuluk haberimiz. Ve haberinin kirişi dedim kadarıyla görmelerimiz. Bütün dünyadaki halkımızı azaplagan bu içinişlik facia, Xitayning bu cinayetiga karşı İstanbul'da 26. noyabr Xitay konsulunun aldıda düşte Şarkı Türkistan, Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin uğurlaştırışı bilen mığlıgan halkımız şu ottu köydürüp öldürülgen halkımızın arkası dikerleki. Ulanın qanının asla bekarga tökülmeydiganlığı, çokum hesabı sorulduğanlığını bildirip ularga hem dua qilish, hem Xitoyning bu cinayetini, bu vahşiligini, bu yalgan, muşunçvala bo'lgan ishlarni numussizlarcha o'zining axborotlarida buni kichiklatish, yo'q qilib o'tish, odatdagi o't aptida ko'rish uchun bu tirishchanliklarga qarata bütün dunyoni hareketga chaqirib namoyish, keng ko'lamda namoyish elib berildi. Namoyishda birinchi shahidlarimizning, shu o'tda o'lib ketgan shahidlarimizning ruhiga ve başka ta hazırgacha şu atalmış virüs yuqumni qo'g'daymiz, yuqumni yo'q qilamiz degan bahona bilan uylarda va boshqa yerda o'ldirilgan xalqimiz uchun Qur'oni Karim tilovat qilish va ularning ruhiga Fatiha o'qish bilan boshlandi. Arqadan Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'uzxon efendim Xitoyning qilayotgan bu jinoyatlari, bu o't atalmış bu ot ketdi deb Xitoy e'lon qilayotgan o'tni ko'ydirib öldürüşten ibaret bu vahşi cinayetinin asli mahiyetinin nereden kelganligi, ta Xitoy ishg'ol qilgandan buyon qilayotgan bütün cinayetlerini tilga olib o'tib, bir minut to'xtab qolmaganligi bu jinayatning jazo lageri siyosati 8 milliondan ko'p insonning u yerda vahşi o'ldirilishi, keyin virus masalasida qanday vahşi o'ldirayotganligi, bu ot ketish vaqasi jinoyatining ot ko'ydirib o'ldirish jinoyatining qanday sodir bo'lganligini tilga olib bütün dünyanı, Türkiye'ni, İslam dünyasını hareketke, özünün mesuliyetini tunuşqa çağırdı sözde Hidayatullah O'g'uzxon efendim ve Türkiye parlamentinin bulup asa alaydı qilib, çoxum Şarkı Türkistan'a maxsus bir hayat teşkillab berişi kerakligini çağırdı. Arqadan bu sözden keyin Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği'nin reis vekili Mahmudjandan bulam yuqurda Hidayatullah O'g'uzxon efendim sözlegen
sözünü bütün Arap dünyasında hemmizge tunuşup boğan El Cezire kanalda bütün Araplarga ve İslam dünyasına hitap kılıp Xitaydan kılıp atkan barlıq cinayetlerini tilga edip öten. Yukarıdaki sözlerin hemmisini Arapça hitap kılgan boldu. Ve hemmeden muhim söz yani. Bugün halkımız, Şarkı Türkistan halkı hatta özününki aşı ottu bolsun veya ki başka ölüp ketken özünün ölüklerine, özünün ailesindeki balısının, ata-anasının meyitimi igi bulanmaydı kallıqı. Veya ular kümüş cinazamızı okuş asla mümkün emesliki. Hatta uların bir ahiretki Allah yatkan yerine cennet kılsın, Allah rahmet kılsın diyen muşu sözlüm işiltenmeydi kallıqı. Bunu ictima uçurvatlarda bütünley hemimiz avazlık, videoluk görünüp durlardı. Muşu sözünü bir Müslümanın işiltenmeydiğen dereceye kep qalğanlıqı, bunu İslam dünyası düşünüşü gerek ekanligi. Dünyada bunundan öte vahşilik, dünyada bunu yaşayatgan bir xalqning yo'q ekanligini so'zlandi. O'ylab bakın, muşu sözden agar muş ikkisidan bo'lsa, bir Müslümanın en aqalli huquqi jinoza namozi o'qishdan iborat bu narsami yo'q. Rahmetmi o'z o'liklarga Allah rahmet qilsin degan gapni deyolmaydi. Qag'ini siz o'ylang deb İslam dünyasiga xitob qilgan bo'ldi. Arqadan Ulemalar Birliği'ndeki muhterem ulema alimlerimizin Ataullah Halp Tacım şu ottu köydürüp öldürülgen şehitlerimiz ve başka barlıq şehitlerimiz için dua kıldı. Allah'tan ulanın makanının cennette buluşunu tiledi. Ve bu namayişten yanıgan deyken halkımız yani şu Ulemalar Birliği tarafından İstanbul'daki Fatih Camisi'de şu Sefaköy'deki Fatih Camisi'de ötküzülgen bütün cami tulup taştı. Mınlıgan halkımız bu yerde yığızarı bilen şu şehitlerimizge dua kıldı. Allah'a yelindi. Barlıq şehitlerimiz için dualarda buldu. Ve Allah'ın lanetinin, Allah'ın ki azabının bu tecavüzçülağı kelişi için dua kılış bilen 26. noyabr naiti tesirlik bir gün oldu desek buldu. Allah subhanahu ve teala halkımızın kılgan barlıq, elbette bu Türkiye'deki boğan bolsa, İstanbul'daki boğan bolsa, dünyanın her qaysı şeyleri elbette qağan, bulvatkan haberlerini elbette adiki haberimizde berimiz. Nurgun halkımız kuldan kelgence tegişlik, her xil faaliyetlerde hizmetlerini kılıvatıdı. Rabbim inşallah bu tecavüzçülerin kılgan cinayetini pat fürsette hergiz ve hergiz şunu oylamaydı ki Allah subhanahu ve taala müngüzlük bir qo'chqar, müngüzsiz bir qo'chqarni üstüvağını mı Allah onun intikamını epirdiğen bir Rabbimiz ve kadirli görmelerimiz. Allah şundak adaletlik ki şu körnüşerde körüvatkan biçare narisiydi balla bir ailden 3 balısı bilen güldek şundak omaq 4 yaşdan ta 10 yaşqı boğan. Aşı ölüp ketken narisidlerinin hesabı sorulmaz mı? Elbette soruldu. Bunu işencimiz kamil olsun yani. Asla tevrenmeslikimiz, kılçilik işkilenmeslikimiz, çüşkülleşmeslikimiz gerek. Allah subhanahu ve teala çukum bu halkının közüdün eqivatkan bugünkü yığızar yaş ulanın közüdün kan bulup akkuzu Allah subhanahu teala. Bunun hesabı hassilep elindik Allah'a kılçilik şüphemiz bulmasın kadirli görmelerimiz. Müşündak sinirlivatimiz çukum bu imtihandan neticelik ötüş için Allah'a yelineyli. Kulumuzun kelgence hareket kılaylı. Dep programımızda bir şeyle ahırlaştırsak Allah ömür verse atiki programımızda görüşükçe hepte ahırda heplik mühim haberler görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.